Xotinjonim, bitta romantika qilaylik. Biyrakki qani? Adasi yetmang. Nimaga yetmayman? Ko'taraman dedim, ko'taraman xotin. Ha, beliz og'rib qoladi lekin aytam bo'ling. Hech qayrim ham og'rimaydi. Ketaman. Men aytdim, romantika qilmang deb. Ana romanz egri bo'ldi. Yuring oldiman tushingingda. Men kasbingiz, bel og'rishingiz jonima tegdi. Nima qilay xay? Men aytgan joy borasiz, siz o'zingizlar kutib oladi. Tushundingizmi? Boring tez. Tezroq boring. Alo, ha xotin. Men keldim Sitoray Mahosa sanatoriyasiga. Hech kim kelgan yo'q, kubira. Bey. Musa aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xotiningiz aytib qo'yganlar, biz sizni kutib o'tiribmiz. Keling. Serios, ag'a yuring qay. Keling qani Fotima ham. Mana shu xona sizniki. Qani, xonamiz yo'qdimi? Ha, zo'r xonalar zo'r. Hech tortilma. Yangam to'lovlarni qilib qo'yganlar. Bemalol joylashing. Xotin to'lab qo'ygan pulni. To'lab qo'ygan. Ha, bo'l, tamom. Bo'lmasa men yotoqxonaga o'taman. Ha, yotoqxonangiz yo'qda. Xotin! Ha! Kebera, ana endi sen bilan men romantika qilaman. Yana boshladim shu erkak. Gullasanga romantika qilamizmi? Yana ko'tarmoqchimisiz? Menga qara, endi senga qo'shib momangni ham ko'taraman. Mani bellarim qimirlashga qara. Men vaqti chaqqon bo'ldim endi xotin. Siz bir haftadan ot tepa neshakda yetibdilar-ku? Menga qara, sen uzatgan boki joy, ana Sitoray Mahosa. Vaqti shikala joy ekan. Unda aytib bering qani? Yuri. Xotin, Sitoray Mahosaga men uzatding-ku. Vaqti men maza qildimda bir hafta u yoqda bor-ku. Hey! Qaytadan tug'ilgandek bo'ldi. Borganimdan tabiiy usulda davolashni boshlashdi. Bel uchun chet eldan keltirilgan apparatlar, oyoqdagi bo'g'im og'riqlarini olish uchun Germaniyadan keltirilgan apparat. Undan tashqari elektrический apparatlar juda ham zo'r ekan. Undan tashqari o'zlarining tabiiy tuz g'orida davolash usullari ham bor ekan. Undan tashqari jismoniy mashqlar uchun zamonaviy texnikalar ham mavjud. Eng mo'jizaviy tarafi 1100 metr chuqurlikdan chiqadigan shifobaxsh suvni aytmaysizmi? Ovqatlariga ham vobshe gap bo'lishi mumkin emas. 3 mahal ovqat. U yerda davolashdan tashqari madaniy hordiq chiqarish uchun bilyard stol deysizmi, tennis stol deysizmi, shaxmat, shashka, barcha turdagi har xil o'yinlar bor. Undan tashqari har kuni kechqurun mana shunday ko'rinishdagi gala konsertlar bo'ladi. Voy, mazza qilib o'ynadik deb o'zi ham. Maza qilib keldingiz, ha? Ha, maza. Bel yaxshi bo'ldimi? Bel zo'r xotin. Unda turing, olara qarang. Endi men dam olib kelaman.